Salom Arno. Nimadan buncha xavotirdasan? Nima? Sevgan qizingni uyga taklif qildingmi? Va u bu taklifingga rozi bo'ldi. Uni qanday ko'nglini ko'tarish haqida o'ylab ko'rdingmi? Sening o'rningda bo'lsam, biror bir ovqat buyurtma qilardim. Arno, sut, tuxum, tovuq, baliq, bug'doy, soya, yong'oq va qisqichbaqalar bilan pirog tayyorlashga qaror qildingmi? Bu unchalik ajoyib fikr emas. Bu 8 tasi eng ko'p allergiya keltirib chiqaradigan oziq-ovqatlar va barcha allergiyalarning 90% ni tashkil qiladi. Aslida allergiya saraton xavfini kamaytiradi. Allergik reaksiyalar immunitet tizimini rag'batlantiradi. Misol uchun, oshqozon osti bezi saraton xavfi 53% ga kamayadi. Shuning uchun sen taxminan 20 yil ko'proq aksirishingiz mumkin. Eng kam uchraydigan allergiyalardan biri bu suv allergiyasi bo'lib, faqat 50 ta holat rasmiy ravishda qayd etilgan. Suv teriga tegsa, baqchalar paydo bo'ladi. Aytgancha, nafaqat suv, quruq va ter ham reaksiyaga sabab bo'ladi. Bu omadsizlik. Lekin hech bo'lmaganda bu odamlar hali ham suv ichishlari har yili 200 ming kishi allergiyadan vafot etadi. Bu kuniga 24 kishi har bir soatda bir kishiga to'g'ri keladi. Allergiya ruleti shunday. Hozircha Arnolddan boshqa hech kim o'layotgani yo'q. Men o'rningda bo'lganimda yer yong'oq yemagan bo'lar edim. Xavotir olma, Arnold. 1-2 ukoldan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Allergiya hujumi tufayli katta romantik uchrashuving buzilganidan xafamisan? Hammasi joyida, bilasanmi? U yerda bundan ham yomoni bo'lishi mumkin edi. Napoleon Bonapart Suyuki jangi paytida allergetik hujumga duchor bo'lganligi haqidagi nazariya va bu fransuzlarning jangda g'alaba qozonishiga to'sqinlik qilgan bo'lishi mumkin. Arnold, allergiyasi bor qizga gul olib kelish yaxshi fikr ekanligiga ishonching komilmi? Bu qizga qara Arnold, hamma narsadan allergiyasi bor shekilli va sen hozir gul olib kelganing uchun seni pachog'ingda chiqarishadi. Buncha ham omadsiz bo'lmasang, Arnold, videoni omadsiz do'stlaringizga jo'natib qo'ying.